Assalomu alaykum, qadrli Katul House kuzatuvchilari. Bizda noodatiy 28 xona uchun xo'p akalar 70% gaz, 30% ko'mir. Sulchani vaziyatli ko'mir bo'lmasa dedi, gaz yoqiladi degan joyga yasadik. 25 sotikka. Xo'p, minutga 500 watt. Nelar bor? Chilarni ko'rsatib o'taman. Ko'mirli bilan pastda bosar. Nechik holati? Mari turbalar ko'paytirganmiz, qator turba bo'lgan. Xafiga garelka o'rnaydi. Gazni garelkasini mana qo'yib eshikni ochib qo'yadi. Chunki dimoxod yaxshi tortish kerak gazga, bo'lmasa dimlanib portlashi mumkin. Gaz apasini bilasizlar. Orası bunu hem eşiğlerimiz uğrayanımız. Bu Jizzaxga tayyorlandi. Bunda siz tushlar tushuntirsam, gaz yonib, bitta tushib oladi-da, bitta aylanib tepaga chiqib ketaveradi. Xo'p, mana bu ko'mirlik atyapmiz, syomkasini qo'ydik, 30 sotiliydi. Bunda o't tushib, chiqib, tushib, manaqasiga o't aylanib chiqib ketadigan bo'lgan. Bu ko'mirga. Bu gazga unaqa ko'p qisib olmaydi havoda yo'lini, chunki apasli gaz. O't dimlanib qolsa, eshik ochilganda portlab ketishi mumkin. Chepchirasi bu 20 sotikka deylik ko'mir. O'zi ko'mirda ishlaydigan katta yo'limiz. Buni 350 kilo, 400 kilo rasotsa bu 400-450 kilo rasot. Borinki 500 kilo rasotga chiqishi mumkin. Chunki havo yo'lini o'tni ko'proq o'tkazib beradigan qilib qo'yganmiz. Sabab gazga. Tepada eshigi bor. Bu yerda turbalar bor. Turbani yo'lini tozalagan, ichda fot qilingan. Buniki ishlaydi. Kiramizlar shu endi hozircha Jizzaxga kechga chiqarib yuboramiz. Suvda olib ketadi. Tiloktor bilan eshigini ham bunga o'xshab yon bosatmaganmizda buniki to'g'ri ochilgan. Chunki bu yerga xonani o'ziga elektr turbani ko'paytirib qo'yganimiz uchun buni qiyshaytirib qo'yganimizda biz ancha turbaga yetkazib qo'yardik. Soldan to'g'ri ochib qo'ydik. Lekin yaxshi boshqa o'zgarishlar bo'lgan yo'q. Hozircha shu o'tib sovuq uchun so'raymiz bu odamizga, bu yoqda ishlar bo'lyapti. Syomkani qilib oldik. Xo'p akalar, bu bunaqa katta yo'l birinchi qilishimiz. Ham gazli o'ch boshqa katta yo'l qilardik. Atrofiga g'ishir uriladigan eski zamon katta yo'llari bo'lardi, shunaqa yasalardi. Bundan birinchi yasashimiz endi sinovda kelib boradi, xudo xolasa ertaga sinovga boradi. Jizzaxga o'zimiz bora olmaymiz, dastlabki qilib beramiz. Borib yoqishadi, bizga rezultatni aytadi, kamko'slar bo'lsa to'g'rilanadi. Xudo xolasa keyingilarga to'g'rilanadi. Gazga ruxsat berildi degan gap so'zlar bor. Kelar. Asl holatiga bu mana 70% gazni isitadi, 30% ko'mirladi. Gaz o'chib qolsa, bir kunda bir remont avariya bo'lib qolgan holatda ko'mir yoqoladigan qilib yasadik. Yangilik bu. Hozircha sinovda sizlarga to'liq 100% ga tavsiya qila olmaymiz. Просто arzonlik qo'yapmiz. Endi buni borib ishlatishadi, yoqishganlarni bir qator syomkalarni, yonayotganlarni tashlashganda keyin rezultat aytib, agar zakazlar bo'lsa qabul qilamiz. Hozircha bu gaz ko'mirlikka zakaz olmay turamiz, hozir faqat ko'mirlikka olamiz zakasni. Gaz qo'shilganini endi buni hisoblama sinovdan o'tkazib olsak, kamko'slari chiqsa to'g'rilab, keyin sizlarga tavsiya qilamiz. Bungacha tavsiya qila olmaymiz akalar. Mana bu katta yo'llarni biz 3 yildan beri katta yo'l sohasidamiz, qo'lni chiqishsaga 3 yil katta yo'lda sinadik, kamko'slari chiqdi, to'g'riladik. Keyin ommaga mana YouTube'ga bir yildan xudo xolasa 2-3 oy qoldi, qo'yishni boshladik. Kamko'slarini to'g'rilab, ashana hisobidan to'g'ri gapiraveramiz akalar. Biz hali yangi chiqib olib, karillab katta yo'lni maqtamaymiz. 2 yil sinovdan o'tkazib, keyin katta yo'lni ommaga chiqarishni boshladik. Akalar, xizmatlar bo'lsa bemalol like orasizlar. Zakazlar ko'payib boryapti, sezon kelyapti. Bizning manzil Andijon xalqaro aeroportdan 1 kilometr ichkarida, Andijonda aka. Xizmatimiz respublika bo'ylab katta yo'llarni yasab, dastlabki qilib beramiz. Atablena xizmatimiz akalar vodiy bo'ylab farqi yo'l nechta bo'lsa,
vodiydan tashqariga bo'lsa, agar 10 so'tlik tepasida chiqishadi, bo'lmasa kami 5 so'tlik, bo'lmadi degani 5 so'tlik. Dali 3-4 so'tliklardan bir 5-6 kishi kelishib turib bitta mahallada misol 2-3 ta bo'ladigan bo'lsa, ashula chiqadigan bo'lsa, borib bir borganda shuchog'ini urib beraveradi. Padachini o'zlari ular mana shinangalarni mashg'ulotga beramiz. Kirandilari bor, xomitlari beriladi. O'zlari borib tekib etganlar. Xo'p, patrol orada akalar. Hozircha shu videoda davom etinglar. Akalar 90%, 80% odam obuna bo'lmay ko'ryapti. Obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Obunachilarimizga aytganda katta chegirmalarga beramiz. Bemalol obuna bo'lsanglar yaxshi bo'ladi. Albatta like bosib, kommentariyada fikringizni kutib qolamiz. Imkon qadar kommentariyalarga javob beryapmiz akalar. Telegram lichkamizni ham qo'yib qo'yamiz. Kommentariyaga yozib kelmaganlar lichkaga bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Katta yo'l xavf xizmatda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Mana kechga takon yuklayapmiz. Holatli suvdagi charalar bilan. Shu ovqat chara xizmat kerak bo'lsa mana pastga o'nglar chiqarib beramiz. Andijon bo'yicha aeroport atrofida 20-30 kilometrda bo'ladi. Charamiz o'zida. Aylari ko'zdan yangi ishlatiladi. Shu Toyota'siga yoshlarni ham bir syomka qilaylik. Kimga qiziq bo'lsa, oxirida ko'rganlar bo'lsa. Yoshlarni ham bo'lyapti. Hozir ko'rsatish, hech ko'rsatmabdi degan ishlatib ko'rsatiladi. Video so'zlarini rozi bo'lasizlar, o'zingiz qiziqqanlar, vaqti borlar. So'rab akalar. Chara ham vaqt professional chara. Bolam mas'ulda aytoratlar beradi. Nomer mas'ulan. Usuliyan stres chaqirdi. Bitta mashina boshqa imkoniyat bitta mashina yo'lini topib davomida. O'rtada kattalar parvayib ta'qib ketadi ta'mlari. Videoda qo'ymasimizdan ish chiqyapti kerak. O'zim juda qiziq ekan. Nafasini qanday tortib oladi? Ya tegmaydi. Yetarmi? Bo'ldi, yo'q, kerak emas. Gap turib, Mariyaning tarafdan ketdi. Mana hoyatda oilani. Bo'lan ko'prigi? Kichkinagina narsa edi. O'zi ham kay pul ketadi. Nimalarni ham bo'shatmadi. Onalar tashabbus shlankasini berib qo'y. O'txonani ochuvchiga tashabbus qilgan mal. To'ki akalari bor hammasi qo'ying. ichiga tiqib qo'y ichiga. Xudo uchun rahmat, vaqtingizga rozi bo'linglar akalar. Oxirida yana karani reklama qilib o'tamiz. O'zimizga sog' bo'linglar.